Assalomu alaykum vatandoshlar. Mana biz bugun Staten Islandda uy ko'rsatyapmiz. Aka-ukalar yoki qo'shnilar yoki qarindoshlar bo'lsa agar ikkita yonma-yon kondominium townhouse sotib olsa bo'ladi. Mana bu yerda mana ikkita, bunisi remont qilingan. 2000 square feet dan ko'proq. Bunisi 1600 cha atrofida square feet. Narxi remontligi 750 ming, remontsizligi 619 ming. Hozir sizga ko'rsatib o'taman. İşte bitta closet, oshxona, living room. Bu poli уже ajralganmi? Hech qanchadan beri odam qilgani yo'q. Mana bu yerda hovlichasi bor. Closet va mehmonlar uchun sanuzel. Bu yerda birinchi bedroom, king size karavot sig'adi. Bu yerda bitta boiler room. Mana bu yerda sanuzel. Laundry joyi, closet va ikkinchi bedroomi klozeti bilan hamda 3-etajda katta bedroom bor. Bunisida skylight bor. King size karavot sig'adi. Bu yerda kattagina ikkita shkaf bor. Mana buni ham bittasini sanuzel qilsa bo'ladi. Mana endi ikkinchisini ko'rsatamiz. Mana bunisiga remont qilingan. Bunisi kattaroq. Oshxonasi. Bu yerda living room juda ham chiroyli qilingan. Mana voyaga kirish eshigi, bu yerda bitta mehmonlar uchun sanuzel bor. Bu yerda closet. Mana endi bu yerda hovlichasi bor. Tepaga ko'tarilamiz. Mana bu yerda boiler. Mana bu yerda eng katta master bedroomi. Juda ham chiroyli qilgan. Ikkita walk-in closeti bor. Buni qarang. Ayollarga juda yoqadigan tomoni bu. Bu yerda ayol va erkakniki bathroomga bu tarafdan ham kirsa bo'ladi va bu tarafdan ham kirsa bo'ladi. Mana bu yerda laundry. Mana boyagi bathroom eshigi. Closet. Mana ikkinchi bedroom. Mana bunisi 3-bedroom. Va 3-etajda katta. Buni ham bedroom qilsa bo'ladi. Yoki bolalarga o'yingoh va bu yerda cherdak tipda joy bor. Closet qilingan. Bunisi ham bitta ofis qilingan. Kimga shunaqa uylardan yonma-yon qidirayotgan bo'lsa, murojaat qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.